8. bab. Keyingi yildan tortib to'g'raqliqda apandilar paydo bo'lib qoldi. Mo'llar ularni jadid, darhiylar, mu deyishatdi. Dehqonlar ularning o'zlariga o'xshash uzun chapan kiymaydiganligiga qarab ularni kalta chapanli apandilar, kalta quyruqlar deyishatdi. Apandilar Abdukerim Qaraajining uyiga tushib, yurt cho'nglari bilan boylarni yig'ib, qandaqdir yangi maktab ochishning maslahatini qilishatdi. Ba'zi odamlar yangi maktabda kofirlarning narsalarini o'rgatadi ekan, qiz-o'g'il aralash o'qiydi ekan. Hey musulmonlar, biz u dairiylarning yurtimizda maktab ochilib, bolalarimizni dindan chiqarishga qarab tursak, bo'lamdi deb dehqonlarni apandilarga qarshi turishga, ularni ko'rgan yerda urib, hatto o'ltirib etishga kuch ko'rsatdi. Yana ba'zi aql hushliq shahar ko'rgan odamlar ularning musulmon dinimizga qarshi emas, ular bizdek qora turk odamlarni va bolalarimizni o'qitib savodli qilamiz deb chepib yuriydi. Bolalarimiz o'qish yezishni, hisobni o'rganib olsa, ko'zi ochilsa yomon bo'lamdi. Insof bilan gap qilinglar musulmonlar deb ularga radiya beradi. Bir mezgillik talash tortish va tayyorlikdan keyin madrasaning yeniga yangidan 2 eg'iz sinf saylanib, yangi maktab qurildi. Aslida bir sinfda qiz bolalarni o'qitish planlangan bo'lsa-mu, dehqonlar qizlarni yangi maktabga berishni xohlamadi. Ancha-muncha qo'l ilkida bor kishilar o'g'il bolalarini yangi maktabga bermaydi. Faqat bolalarni o'qita olmaydigan ba'zi nomrod kishilarla ikkilangan, oldi keyniga qarashgan holda bolalarni yangi maktabga akilib, shahardan kelgan muallimga topshirishdi. Muallim mashrang sherix chapan, ko'ni badam do'ppi kiygan, kiyib yuradigan, kulib turadigan yigit edi. U qozonning qarsi bilan bo'yalgan doskaga harflarni chiroyli yezib, bolalarga o'qishni o'rgatdi. Orqadan bolalarni bir-biridan chaqirib doskaga yozdirdi. 2 soatlik dars hisob edi. U savrchan bilan bolalarga sonlarni tonish, yezishni o'rgatdi. Tantarbiya dars vaqtida o'quvchilarni yumaloq maydonga qator turg'izib, yo'g'on qadam bilan mashq dastash, o'ng'i so'g'i burilish, yugurish deganlarni o'rgatayotganda dehqonlar kelib qiziqib qarab ketishadi. Yarim yil o'tib ketdi. Dehqonlar o'z farzandlarining qumush qadamini ching tutib, lavlarini tishlab turib, yozgan xatlarni ko'rganda intayin hayajonlanishdi. Endilikda bolalar yumaloq maydonda yugurish, chelishish musobaqalariga tushganda qiqas cho'qon silib ularga madad beradigan, ba'zi o'zlari chopallarni silib o'tirib tushib ketadigan bo'ldi. Yangi maktab bora-bora bir qism qizg'in qo'lg'uvchilarga erishdi. Kanatdagi bir turkum yosh bolalar muallimning orqasidan chiqmay yurishadi. Muallim ularga o'zining yurtida yangi maktabda o'qiydigan bolalarning noiti ko'pligi, ularning mashrang forma kiyib, belini kamarda sipoqlab, qaltaklarni mursiga ilib, g'azal aytib mangdiganligi, davomli chelishish, yugurishdek badan chiniqtirish faoliyatlari bilan shug'ullanganligi, naqsh usul numurlarini tayyorlab, o'yin qo'yganligi, she'r deklamatsiya qilishganligini so'zlab beradi. Noiti bilimli qaysar bir ustozi borligi, uning ta'sirida o'zining she'r yezishni o'rganganligini aytib kelib, ularga o'zi yozgan she'rlarni o'qib beradi. U sinfdagi o'quvchilarga va atrofdagi yosh bolalarga o'zi yaxshi ko'rgan she'rlarni yodlatgan. Boy bo'lsin, nomrod bo'lsin, hamma odam barobar, qiz bolalarning o'qib bilim olish, o'zini kuchlantirish huquqi bor deydigan ideyalarni tashviq qilgan edi. Muallimda o'qiydigan bolalarning ichida Soybuloq tarafda o'tiradigan bir nomrod dehqonning Himit ismli o'g'li bor edi. Himit muallimdan anglaganlarini uyiga qaytganda ini singlarga so'zlab beradi. Ular uning so'zlab berganlarini noyib qizg'in anglaydi. Uning yodliq bo'lish oldida turgan Zeynab ismli bir ojizimi onasiga yordamlashib, chap egirgach, ukasining so'zlariga quloq soladi. Himit maktabdan vaqtida kelmasa, taqozo bo'lib uning yo'liga qaraydi.
Har kuni ukasidan bugun maktabda nimalarni o'rganding deb so'rab, uning daftarga yozib olganlarini yozib o'rganib olmaguncha qo'l ish qilolmaydi. Aqlli Zeynep shunday qilib 3 oyda savodini chiqarib oldi. Himit daftarga yozib olgan she'rlarni birini qo'ymay yodlab oldi. Qo'shish ilishni o'rganib, hisob kitob ishlariga ota-onasini og'ziga qaratdi. Himmet bir günü muallimge otisi Zeynep to'g'riliq so'zlab bergan edi. Muallim xushal bo'lib, shu yerda Barkala Zeynep nomli bir she'r yozdi. Zeynep o'zi go'yo bir mislsiz go'zal qushdir. Ol ovozi yaqinliq ko'ngillarni xush etur. Bizning Zeynep texmo go'zaldir, ham dilrabo, chunki ilm irfondan uning dili yo'riqdir. Zeynep bu she'rni ko'rib xushal bo'ldi va uni do'stlariga ko'rsatdi. Do'stlari unaga havas qilishdi. Biroq ular o'zlari ayrim uchrashganda bu qandoq bo'lgani, shaharlik apandi xalqning to'y qilish oldida turgan qiziga bunda xatlarni yozib yursa bo'lamdi. Qaranglar, Zeynep nomussizligini xushal bo'lib bizga ko'z-ko'z qilyotdi texi tova deyishdi. Bu gap nihoyatda tezla Zeynep bilan to'ylashquchi yigitning quloqiga yetdi. Kishilar asli she'rda nima deyilganligini tushunmay, bilmay turibla yigitni kelsi kelmas masxar qilishadi va uni daydayga soladi. Gumon hasad o'tida aqlini yo'qotgan yigit va uning tuqqanlari bir kuni Zeynepning uyiga bostirib kelib, Zeynepni beso'roqlab urib chayladi. Ajratqili kirgan qo'lim qo'shnilari oldida Zeynepni buzuq deb haqoratlab, to'y qilish niyatidan yolg'onligini bildirdi. Zeynepning ota-onasi qizning gunohsizligini bilsa-mu, amalsiz edi. Ular sana xat o'rganishni kim qo'ygan? Xat o'rganganingga to'y mana endi berib apandimga tagida qizini ayblashdi. Hamma kelgulik Zeynepga keldi. U ota-onasiga topib tanisi qo'lim qo'shlarning pitni pasat masxaralariga chidamay o'lib olmoqchi bo'ldi. Juma kuni namozdan keyin İmam Axunum odati bo'yicha vaz-nasihat qilishga tamshilib qonunni qirib turadi. Tuvan tarafdan Alloh haq jamoat degan ovoz anglandi. Hammadan cho'chib eshik tarafda yukinib o'tirgan So'paxun qoriga qarashdi. Qori pakar, o'ruq, qo'yib qoshlarining ostidagi qumchoqda kichik ko'zlaridan zahar temib turadigan odam edi. Kishilar odatda uni So'paxun pitko'z deb atashadi. U Zeynepni olmoqchi bo'lgan yigitning dodi taraf tuqqani edi. "Ha, nima gap, qori?" Imom undan qo'pol ovozda so'radi. So'paxun imomga bir qarab, gap qila olmay duduqlab qoldi. Gibi ichiga tushib ketgandek, qushliq bug'doyiga yuqori tuvan midirlab ketadi. "Nima gap zodi? Tillarini chaynamay gap qilmamlar, hammaylar og'izlariga qarab qoldi", dedi imom ta'na qilib. So'paxun birdilla ovozni ko'tarib, "Imom Axunum, xotin kishi noshayin ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, shariat bo'yicha qanday jazo loyiq keladi? Shuni so'rmoqchi edim", dedi. Imom birdilla hushyorlashdi. So'paxunning nima demoqchi ekanligini pamlab, "Pokit guvohchilar to'liq bo'lsa, chalma kesak qilib o'ltirishga loyiqdir. Pokit guvohchilari bormi?" dedi. So'paxun qo'yin yanchiqidan purlishib ketgan bir varaq saman qog'ozni chiqardi. Uni avaylab tuzlab, ikki qo'llab Imom Axunumga sundi. Imom Axunum qog'ozni ko'zini bir yiroq tutib, uningdagi she'rni o'qidi. O'qiyotgan chig'ida soqol bosgan chiroyida shallang bir kulimsirash paydo bo'ldi. Uni o'qib bo'libla hijayrimcha xeyli uzoq qarab turib ketib, "Sizcha buni pokit degili bo'lamdi?" deb so'radi. "Pokit degili bo'ladi. Bir er kishi bir xotin kishini bizning palonchi davatsa, o'zlarini Kakuk bilan Zeynepga o'xshasa, bu pokit bo'lmay nima?" Ko'pchilik g'ulg'ul qilishib ketdi. Ko'p sonli kishilar So'paxunni qo'lladi. Imom she'rning mazmunini tushunib tursa-mu, bilmasga selib, "Buni muallim o'zi yozganligini ko'rganlar bormikan?" deb so'radi. Maktabdagi hamma bolalar ko'rib ekan. So'paxun qori eshik tuviga chiqibla 3 bolani boshlab kirdi. Ular guvohlik berib, "Bu she'rni muallim sinfda yozib, Himmatga bergan, buni biz ko'rgan" deyishdi.
Namazdan keyin 4-5 er kishi Zeynepni uydan so'rab elib chiqdi. Uni itning katikiga solib, yumloq bozordagi maydonning o'tirisiga qo'yib qo'ydi. Qo'llariga tosh ilib g'azab bilan uningga qartib atdi. Atrofdagi odamlarmi birdan ikkidan kelib Zeynepga tosh atdi. Chochlari chuvilgan Zeynep ikki qo'li bilan beshini changalab, tugilib o'tiratdi. Ko'p o'tmay uning badani qonga bo'yaldi. Ba'zi odamlar tosh atmoqchi bo'lib kelib, uningga ichi og'rib qoladi-da, toshni katakning atrofiga qartib etib ketib qoladi. Yosh ma'lum bu ishlardan xabarsiz edi. Nemishqadir kishilar uningdan o'zini qochirayotgandek, o'quvchilarmi jimig'irlashib, uning ko'ziga qarashdan qo'rqib yurishganda qiladi. Abdukerim Qarachi qandoqdir bir ish bilan Qashqarga ketgan edi. Himmatmi bir haftadan beri maktabga kelmadi. Uning ustiga bugun juma namoziga kelolmagachga o'zi chiroyini ko'rib baxmagan Zeynepning o'zini sababini mundoq bola qazaga uchirganligini bilmay qolgan edi. Kashga yaqin Himmat hasrab o'tib, chiroyida qon qolmagan holda yugurib keldi. Uni ko'riblar. Muallim ocham o'lib ketadigan bo'ldi. Uni qutuldirib olsalar deb yig'lab ketdi. Qaysi ochang? Heliqi Zeynep ochangmi? Ochangga nima bo'ldi? Ular sizlar yozgan she'rni ko'rib, ochamni buzuqchilik qildi deb chalma kesak qilmoqchi bo'libdim. Ocham hozir yumaloq bozorda, hamma yeri qon. Himmat o'zini tutolmay buqildab yig'ladi. Muallim uning qo'lidan tortib yumaloq bozorga qarab yugurdi. Yumaloq bozorga yig'ilgan odamlar to'g'riqliq tarixida bo'lib baxmagan bu fojiadan g'angirab qilishgan edi. Ular Zeynepni oqlay olmasimi, uningga ish og'irtishadi. 13-14 yoshlarga amdili kirgan, og'zidan ona sutining hidi ketmagan go'dak qiz bolaning buzuq ekanligiga ishonmaydi. Chunki ularning Zeynep bilan tang qizlar bor edi. Hey bichora, nima ko'rgulik, nima tatquliq bu? Ah Xudo, bandalarining ko'ngliga insof, rahim shafqat ato qilg'aysan. Ularni biyidi gumondan, fitna fasoddan xalos qilg'aysan deb duo qilishardi. Abdukerim Qarachi bo'lgan bo'lsa, bu ishlarni to'sqan bo'ladi, esit deb pichirlashayotganlarmi bor edi. Faqatla So'paxon qori boshliq bir necha er kishi bilan ikki vat xotin o'tirda turib olib, qog'idek qaqildab, ni ot, ni nomus. Dinimizning sha'nini bulg'ab, yurtimizning yuzini to'kib, bu sharmandaga zodi har qanday jazomu oz deyishib kishilarni kushkirtib. Muallim o'qdak yugurib kelguncha abjaq katakni bir tortibla ikki parcha qilib etganda hamma odam og'zini ichib qarab qoldi. Himmat bilan billa hasrab o'midib yetib kelgan Bodamxon og'icha Zeynepni yo'ladi. Uni ko'riblar bir muncha odam yopirilib kelib, ba'zilari Zeynepning yuz ko'zidagi qonni sursa, ba'zilari og'ziga suv temitib, uni hushiga keltirmoqchi bo'lishdi. Bodamxon og'icha Zeynepning holiga chidamay, "Voy bechora qizim, eskilarning to'hmatiga ketgan qizim, mushtak turib mushu kunni ko'rdingmi qizim" deb nola qilib yig'lab ketdi. Atrofdagilarga "Zeynep mening qizim, uningga mana men ega, kimning gapi bo'lsa menga qilsin, hojimi tihoyat, egisi yo'q jahon emas bu" dedi. Muallim ichidan o'rlayotgan g'azabini bosolmay, go'yo nodonlik, ishchi qorliq va hasadxo'rlikdan o'ch elayotgandek allaqachon pochoq-pochoq bo'lib ketgan katakning yog'ochlarini butun qahri bilan dasib chaylaydi. Abdukerim Qarachi qaytib keldi. U yuz bergan ishlardan xabar tepib qattiq chechildi. Jamoatga muallimning she'rida hech qanday noshoin ma'no yo'qligini, she'rning yezilish sababini, muallim bilan Zeynepning faqatla yuz ko'rishib boqmaganligini tushuntirib, So'paxon qorini qattiq aybladi. Imomga xeyli qattiq tegdi. Hojining oddiy bir kuplet g'azalini tushunmagan So'paxon qorini yolg'on qori deysizlar bo'lar. Imom oxunimni nima deymiz degan gapi xeyli yillargacha kishilarning og'zidan tushmay yurdi. Shuningdan keyin kishilar So'paxonni dodisining kasbini qo'shib So'paxon yamoqchi deb atashirgan bo'ldi. Aslida xat savati bor biror xotin ilishni o'ylab yurgan muallim Zeynep saqaymay turibla
uni nikohiga elish qaroriga keldi. U uning sat yoki chiroyliligini, egiz yoki palkarligini bilmaydi. U oqsoq cho'loq yoki do'q bo'lsa-mu, yuzda qo'rqinchli tatqi bo'lsa-mu mayli deydi. Abdukerim Qaraji bilan Badamxon og'acha ularga ega bo'lib to'yni qilib qo'ydi. Muallim Zeynabni to'y oqshomida to'liq ko'rdi. U to'g'raqliqning saf havosidan nafaslanib, shifoliq buloq suyini ichib cho'ng bo'lgan haqiqiy to'g'raq parisi edi. Uning husni bilan aql parasiti baslashib turadi. Ular to'y qilgandan keyin nihoyatda baxtli yashadi. Oradan 3-4 yil o'tib, yangi maktab taqilib qolganda muallim Zeynab bilan quchoqdagi o'g'lini elib yurtiga ota-onasining oldiga ketdi. U Qashqardagi cho'ng bir boyning o'g'li edi. 9-bob. Abdukerim Qarahaji yeshining cho'ng'ishiga ergishib kasalchan bo'lib qoldi. Uning ustiga egilik ishlariga ipi bo'lmaganligi uchun iqtisodiy jihatda turmushining o'tirliq o'tkazgan holga tushib qolgan edi. Badamxon tejashlik ham pamparasatlik ayol bo'lg'achqila birni ikki qilib ishlatib chantirmay kelyotdi. Shu yillarda yangi yuzbeshi Turdi Axunning nevarasi Velaxun tez ko'tarilib kanatning oldi bo'lib qoldi. Yurtdagilar uni qumliqdan mushtak yo'g'an go'har tepibdi deyishadi. Hatto bu ishni o'z ko'zi bilan ko'rganda hikoya qilishadiganlarmi bor edi. Bir kuni Velaxunni eshak minib yo'qolib ketgan qo'ylarni izlab qumliqda ketib borsa, yiroqda bir narsa vol-vol chaqnab turganini ko'ribdi. Yaqin berib qarasa, yo'g'onli bir parcha go'har ekan. Uni qo'liga epdi. Uning yo'riqidan ko'zlari qamshib, ko'zini ocholmay qopdi. U oqshimi uyga chiroq yondirmasa-mu, o'sha go'harning yo'riqida yop-yo'riq turarmish. Xodini Nisaxon kechasi go'harning yo'riqida choq egirarmish. Kishilarning nima deyishidan qat'iy nazar 1940-yillarga kelganda kanatdagi terig'li bo'lgan yerning ko'p qismi suyi kundan kunga ozlab ketayotgan To'xtaxonning buloqidan boshqa suyi mo'l 2 buloq Velaxunga tava bo'lib ketdi. Uning chorva mollari eg'il qo'tonga patmay qoldi. Kanatdagi yeri yo'q kishilar uning yerini teraydi. Ular masjid oldiga kichik bir charchin mal do'konini ochgan edi. Bu do'konda dehqonlarga kerakli hamma narsa topiladi. Uningdagi mollarni naqd pulga sotib olg'ilimi, biror narsaga tegishkilimi bo'ladi. Nesigami beradi. Uning 3 otliq harvisi bozor bilan shaharga to'xtamay qatnab turadi. Velaxun bilan o'g'illari boyligiga qaramay, el qatori nihoyatda oddiy turmush kechiradi. Kishilar bilan burunqideklar samlashib so'zlashib, hammaga baravar muomala qiladi. Uni demisimu allaqanchalik kanatdiki bu kishilar bir-biriga tag-tegidan ayon bo'lib qolmay, ko'p qismi urug' tuqqan keladi. Har qanday odamning ota-bobosini surishtirib kelsa, ona tarafdan yoki dada tarafdan To'xtaxonning ayni yillarga 4 o'g'il, 2 qizga tutishadi. Yot urug'dagilar bo'lsa-mu oz edi. Velaxun bilan o'g'illari ishchan ham pishiq odamlar edi. Ishlaganda jinni oymay ishlaydi. Yilqichi o'rtaqchilarini shundoq ishlatadi. Kishilar ularni chashqan va kepak oldirmaydi deydi. Lekin ular yurtdoshlarining beshiga kun kelganda qarab turmaydi. Doim yetim yesir, ojiz o'g'riqlarning beshin silab, masjidga sadiqa qilib turadi. Aytishlarcha Velaxun 105 qazliqida 2 xalta yonma-yon issiqliq turar ekan. O'ng tarafdagisi oq xalta, so'l tarafdagisi qora xalta deyildi ekan. O'zlari halol ishlab topgan pullari o'ng tarafdagi xaltaga tashlanadi ekan. Uningdan oyma-oy o'shir zakat ayirib, so'l tarafdagi xaltaga tashlagandan boshqa puhradan ilinadigan namoz haqqi, sherinkona, miros haqqi qatorliqlar bilan so'g'i salomat to'lam pullarmi bu xaltaga tashlanib, yurtning o'shir zakat puli qilindi ekan. Bir qatim Velaxunning bir nevarasi qora xaltadan pul elib hajligini uchun Velaxundan qattiq tayoq yeb 2 haftagacha o'rnidan qopolmay qolib yotgan ekan.
Biroq yillar o'tgancha mol dunyo, ustunlik tuyg'usi uning bola chaqa, navaralarning xuy paylini o'zgartmay qolmadi. İlgari medikarlar bilan tang ketmay chopadigan o'g'il navaralar endi uyushma soyasida o'ngda yetib boshqalarni ishlatadigan bo'ldi. Uning xotini kelinlari oylab yillab etis tarafga o'tmaydi. Onda sonda etis eriqni ko'rgisi kelib qolsa, kuyib ketishdan qo'rqib yuziga 2-3 qavat qetiq chepib, yuzini ro'mol bilan yipib, varva o'tirib boradi. O'g'il navaralarning ichidan qimor o'ynab, to'xu so'qishtiradigan, haqning chiroyli qiz kelinlarini elib qochadigan, odam yig'ib jangi jidal chiqaradiganlarmi, kuchiga tayinib boshqalarni bo'za qildiganlarmi chiqib qoldi. Yashnab qolgan Vilaxun bolachaqa navaralarni boshqara olmas bo'lib qolgan edi. Shuning uchun 1951-yili bu kentga tushgan xizmat atirdi Vilaxun bilan cho'ng ikki o'g'lining tarkibini pomishchik ayirib, ularning yer, chorva mol, do'kon va uy bisotini musodara qilganda to'g'raqliqlar xo'p bo'ldi deyishdi. Ularni kurash qilgan yig'inda cho'nglar gap so'z qilmay o'ltirib olgan bilan bir qism aktivlar Vilaxunboy bilan o'g'illarni qo'lni kayniga qayirib, gejgisidan besib turib toza urdi. Urg'anlarning biri yoqi yurtliq Nomrat dehqonning o'g'li Bekraxun, yana biri Qurbon baxshi bilan Xadijaning nevarasi Namat edi. Ikkilisining ota-onasi Vilaxunning o'rtoqchisi edi. 20 yil qarzini qutula olmay kelgan bu kishilarni kompartiya qutuldirgan edi. Uning ustiga boyning cho'ng nevarasi bu ikkisiga kun bermaydi. Ular uchun o'chini ilib oladigan fursat kelgan edi. Kurash yig'inda bu xiljam otliq o'ruq, shodi-pachaq bir ayolni boyning ustidan yig'lab turib shikoyat qilib, uning va o'g'illarining yuziga tukirdi, ko'ziga qo'llarini tiqdi. Yashnab qolgan Vilaxunboy xo'rliqqa chidamay yum-yum yig'lab ketdi. Mushu ayolning eri kasal bo'lib uzun yil yetib qolganda Vilaxun uningga qancha qitim un, yog', go'sht chiqartgan, bolalarning qishliq kiyim-kechigini qilib bergan edi. O'z vaqtida boy akam deb yumg'oq sutning urug'chisizlik tuqqandarchiligini pesh qilib, ularning uyidan chiqmaydigan ayol edi u. Avu so'zlayotgan odammi ota-onasining dafn dunyosini yetib yeb tugatayotgan bir o'rin edi. Vilaxun uni chaqirib akilib qancha qitimlab nasihat qilgan. Avu shuar to'la aqallarning ichidami uning yaxshiligini ko'rganlar jiq. U ularga hech qanday yomonlik qilmagan. Yosh bolalarning o'rtasidagi jangi jidal degan bo'lib turadigan ish. Bir uydagi aka-ukalarmi so'qishib, g'ash-g'uzlashib turadi-ku. Ey Xudo, o'zingga qo'ydim. Bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimni kechirgaysan, mushkulimni oson qilarsan, o'zing bir yo'lda qo'yarsan. Vilaxunboy Xudoga ana shunday iltijo qiladi. Biroq Xudomi ularni tashlab etgandek qiladi. Shuningdan tortib Vilaxunlar to'g'rilikdagi eng baxtsiz bechora odamlarga aylandi. Uning aksicha o'z vaqtidagi o'rtoqchilar, nomrod podsholar va ularning bolalari ovozning barcha shuvar to'plab yurib, kennetliklarning taqdirini belgilaydigan muhim odamlardan bo'lib qoldi. 1952-yili 103 oylik to'g'rilikda tunji yezliq hukumat qurildi. Bu viloyat bo'yicha eng kichik yez edi. Qurbon baxshining nevarasi Namat ilgari beshida yarsi bo'lganligi uchun kishilar uni Namat Toz deyishadi. Yezliq hukumatning tunji boshlig'i bo'ldi. Kommunistik partiya nomratlarni yo'laydigan partiya bo'lgandikin, uningdek ko'p nomratning boshliq bo'lishi tarixiy muqarrarlik edi. Yana kelib Toz degan hayyor kelib deyishganidek, Namatning og'zida gepi, qo'rsqida yetgudek cho'tori bor edi. Vilaxunboylarning yuziga tukirgan tul ayol bu xilchihan ayollar mudiri bo'ldi. Uning o'ziga o'xshash shodi-pachaq 5 qizi bor edi. Cho'nglari erga tegib ketgan bo'lib, hozir rosa bo'yiga yetgan 3-qizi qizlarning ichida eng chiroyli hisoblanadi. Ilgari bu xilchihan bu qizni doim Vilaxunboylarning uyiga agashtirib olib, "Oltingul qizim, Bekishjon, lekin g'izoni oz yeydi.
Hammadan obdan yeri quruq gap bilan xo'sh yo'q deb maqtaydi. Ko'nglida ular bilan qudu bo'lishni tama qiladi. Jahon o'zgargan hamon Ne'mat Taz bilan oppoq-chapoq bo'lib oldi. İlgari Ne'matni ko'rsa burnini to'sib neri ketadigan Oltingulmi Ne'matning orqasidan chiqmaydigan bo'lib ketdi. Shunda qilib Taz Oltingulga erishdi. Shodbacha xotin ayollar mudiri ham yezi boshliqining qiyni onasi bo'lib davron surishga boshladi. To'g'raqliqlar Ne'matdan emas, bu xil chiqqan mudirdan qo'rqishatdi. Demisimi u to'g'raqliqda yerning tagida midirlagan yilonning shapisini sezib, Ne'matga xabar yetkazib turadi. Ne'matdan anglab gaplari bilan birini xush qilsa, yana birini qo'rqitadi. Shunda qilib, yezdagi hamma odamni changilga ilib olgan edi. 10 yilga qolmay bu xil chiqqanning kuyi o'g'illari to'g'raqliq bo'yicha holliq odamlarga aylandi. Ne'mat to'g'raqliqni saq 32 yil so'radi. Madaniyat zo'r inqilobiy mezgilda isyanchilar huquq tortib olgan bo'lsa-mu, qamlashtira olmay oxiri yana Ne'matga o'tkazib berdi. Uningdan keyingi qandaqdir bir harakatda xizmat korpusidagilarning harakatlantirishi bilan Ne'matning xotini taraf tuqqanlari bilan birlashib qilgan zo'rliq zo'mbuliqlari pash qilinib, Ne'mat huquqidan ilinib tashlanganmi bo'ldi. Ammo yangi boshliq texmi namrat, urug' tuqqanlarimi texmi ko'p edi. Ularning hammasi holini bo'lg'icha to'g'raqliqlarning yana jafo tortishiga to'g'ri keladi. Ikkinchi yili kanitga qiyirlar maslahatlashib, dehqonlarga gap o'gitib yurib, yangi boshliqni o'rib o'tib, yana Ne'matni saylab oldi. Ne'mat savodsiz edi. O'zining ismini qing'ir qiysa qilib aran yozalaydi. Yezning xat aloqa ishlarini yezlik hukumatning kotibi Hemid Axunga tashlab beradi. Yuqoridan kelgan hujjatlarni uningga o'qitib anglaydi. Birari arz yezib kelsa, arzni o'qigan qiyofatga kirib olib, arzning no'g'u ko'rdim. O'z og'zing bilan bir degan, anglab ondan bir nima deydi. Arz qiluvchining gapini anglab bo'lgandan keyin, "Ha, mushunchalik ishqimi, mushunchalar arz yezib kelamsan?" deb qo'yadi. Yezda yig'in ichilsa, gazetni tartib tutib olib, gazetni o'qib bergan bo'lib, vaz qiladi. Kishilar uning savodsizligini bilgachga, qiliqlarning ichida ko'rsimi, og'zidan chiqarish qilib olmaydi. Yezlik hukumatning qurilishi bilan tang yezda bir boshlang'ich maktab, tibbiy punkt, boshxona, ashliq punkti, chorva mol punkti qurildi. Bu yillarda odam va terilg'u yer tez ko'payib, buloqlarning suvi yetishmaydigan bo'lib qolganlikdan to'g'raqliqdagilar 3 yil zarbadorlik bilan ishlab, o'stan chepib 1,5 kunlik yiroqlikdagi daryodan suv boshlab keldi. Bu o'stan ozodlik o'stani deb ataldi. Bu o'stanga atiyaz va kuzda suv keladi. Yezgilar har yili qishda qum tinib qolgan o'stanni qaytadan qazib, qishini egiziltadi. Kishilar buni o'stan hoshiri deb ataydi. Ozodlik o'stani 1970-yillarda Nahiyaning yordami bilan tosh o'stan qilib o'zgartib, yasalg'icha to'g'raqliklarning oz qiynamadi. Lekin to'g'raqlik uchun suv jonga barobar edi. Ular suv uchun har qanday bedel to'lashga rozi bo'ladi. Yana beri to'g'raqlikdan Nahiyaga borilgan tosh yo'l yasalib, qatnash osonlashdi. Demak, to'g'raqliklarda zo'r o'zgarish bo'ldi. Bu o'zgarish to'g'raqlikning tashqi qiyofasida emas, odamlarning ruhiy dunyosi, havasi, yurish turishi, kiyinishida ifodalanib turadi. O'zgarmagan bir narsa bor edi. U bo'lsa-mu to'sqinsiz, yugansiz, o'zi bilganda qiladigan qum bo'ron edi. U to'g'raqliqning hammadan oliy hukmron edi. U xolsi kechida, xolsi kunduzda chiqaveradi. Etizlarki amdilar 4 quloq bo'lgan maysalarni o'rilish oldida turgan denini ko'tarolmay qolgan bug'doylarni, amdila qo'naqdek bo'lgan ko'p g'o'rlarni bir pasla xonavayron qilib, hamma yerni qumga ko'matdi. Bo'libmi atiyazda bo'ronli kunlar bir-biriga o'lishib ketadi. Cheki yo'qdek bilinadigan vahimali kechalarda bo'ronning hushi qaytishi, daraxtlarning g'irislab ingrishi, qo'noq shoxlari bilan chatqallarning shuruldishi,
Өгізді немелерніңдір тарaqlışı xuddi yiroq g'oyib shaharda bazmi qurgan jinlarning nag'ma navozdek bilinadi. To'g'riqliklar ashu sadolarga quloq silib, ko'zlarini qorong'ulikqa tikkincha xiyol suratdi. Uxlab qolganlarda bo'lsa, bakmu shirin, bakmu go'zal, ba'zi qo'rqinchli yoki sirliq, tegiga yetkilib bo'lmagudek g'alati tushlarni ko'radi. Bo'ron to'xtaganda uylardan chiqib, ne'matning o'rinlashtirishi bo'yicha etizlardagi qumni tozalaydi. Qum tinib qolgan buloq ko'zlarini ochadi. Ziroatlarni qaytadan terishga tutish qiladi. To'g'riqliklarda hayot ana shu tariqada davomlashdi.